Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 53-chi soniga xush keldinglar. Bugun biz Cumhur Reisimiz Mehmet A'la efendimni aqliy tefekkür ve hükümet degan muhokama temamizning 2-chi soniga iftiharlik bilan taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Köp rahmet. Rahmat. Oldingi biz bu temaning birinchisini deb o'tdik, ammo gapimiz tugimadi deb o'yladik. Shunga ikkinchi qitimliqni bugun qilamiz. Men ba'zida shunda o'ylab qolaman, bu dunyoda Uyg'urlardek o'z vatanini, o'z millatini suyadigan millat yo'qmikin deb. Bizning to'p-to'plarda, sorunlarda vatan, millat temasida ajratgan vaqtimiz muqarrarki har qanday millatdan hassalab ko'p. Ammo rostilla aqlimizni ishlatamdik, tafakkur qilatamdik. Bugungi suhbatimizda biz aramızda daim ko'riladigan masalalar ustida fikr yurgizamiz. Mehmet A'la efendim her zaman X'ga aql va hikmatga boy so'zlarni yo'llab, bizning tafakkurimizni g'idiqlab, bizni o'yga soladi. U X'da mundaq yozadi. G'urur sizilnish chidiqsizdir. Mustamlikada g'urur sundirildi. Haqorat ko'tirib qo'rqsizlashidi. G'urur sizilishning dardini ko'tirib yashamoq texmo chidiqsizlashidi. Ba'zida uning dardini bir-birimizdan olamiz, bir-birimizga ajoyib mutamliklarni va dushmanimizga qilishga petinolmaydigan dushmanliklarni qilish orqali to'kilgan obro'yimizni, bir tiyin qilingan g'ururimizni va chaylangan aqidamizni ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lamiz. Buningdinmi dardimiz chiqmasa, qolganini uyda olamiz. Bu muaqmasa bundaq g'urur sizilishning dardini o'zimizdagi g'urur sizilishning dardini taqdirimizdan, ta'limimizning kajliqidan to'xtamay vaysash orqali olamiz. Bundaq g'urursizlik cheksiz qiynoqqa kirishga o'xshaydi. Ya yashig'ili, ya o'lib olg'il bo'lmaydigan bu g'urursizlikning tugimas dardini ololmay g'aljirlashimiz. Mustamlika bir g'aljirlikning boshlanishidir. Onunda yaşaş g'ururning g'aljirlashini keltirib chiqardi. Bu g'aljirlik mustamlikaga qaytarilgan eng tabiiy, ammo diqqat qilinmasa eng vayron qilg'uch inkosdir. Bu to'liq yaxshi yozmaysiz. Biz bevosita savoldan boshlaylik. Xitoydan zulm ko'rdim deb Xitoydan qochib muhojiratga chiqqanlar erkin dunyodami Xitoydan ayrila olmaymiz deydiganlar bilan qaynashadigan ish mantiqiga uyg'unmi? Hozir mustaqillik deydigan tashkilotlar ko'p. Dokmu Uyg'urchada davomli mustaqillik deydi. Ammo bu tashkilotlarning ko'targan lozunkalarida ne mustaqillik, ne besinilgan zamin degan mazmunlar bo'lmaydi. Bularni xalq ko'rmayotgandek nemishqa ularga yon bosadi? Marhamat. Mehmet A'la efendim. Hep rahmet. Efendim yana bir qatim o'tganki temamizdanki davomı sifatida, yani aqli tefekkür bilan hukumatimiz mustaqilligimiz haqida beg'ishlangan bu temaning ikkinchisiga kiryapmiz. Ma misolingiz bek amaliy ekan, endi mundaq deyli. Mustamlikaninki abaq o'zim degan gapni oxirisiga ulashtirib olay. Mustamlikaninki bizga berdigan eng cho'ng alaylıklarının birisi bizdeki mustamlika qilinganligimiz ve bizni mustamlika qilinuvchilarninki üstümüzde dastlab turayotganligi. Buningda ikkala bir obraz var. Birisi mustamlika qilguvchi, yana birisi mustamlikaga uchirguvchi. Bu yerda shafqat bo'lmaydi. Bu yerda nazaket yoki ish chaqirtish qatorliqning hech qaysi bo'lmaydi. U ish chaqirtish bo'lgan bo'lsa, yot bir kuch ustimizga qurol bilan, armiya bilan kirib, bizni yo'qotishninki paydo bo'lmaydi. Endi buning bilan birga yashag'ili bo'lmaydi. Hattoki biz yashaylik desakmi, hatto aramizdan buningga yashashga harakat qilganlar, buni umid bog'laganlar chiqqan bo'lsa-mu, hattoki konuldan tatip vatanninki türlük baylıklarını, siyasi hukuklarını setiş bedlige hayat qağan bolsumu en ahiriste bu düşman bizni ahirisi katliamda yak irqiy qirg'inchi to'xtatdi. Bu yerda do'stdan düşman munosabati bor.
ayrılmayımız depmi yaşayamadık. Hatta bazılarımız için avtonomiyasını ben kabul kılmen desek mi o hoş olmadı. Hatta ki hemen asam al cenimni aman koy desek mi onu mu de. Nemi için diye vaxtıda biz aşı zimindeki kirek hem tefekkür kılalaydıgan hem gazap kilalaydıgan ilgisi bu bağlılığımızın ki sebebi şu oldu. Hem de bizni aldaş için Xitaylı kirge vaxtıda bizni azat kıygan oldu. Xuddi özümüzden azat kılıp özden qoynuğa ağandak bir nimeni kıldı. İkinci qitim çoğun bir nimesi bizge milletler ittifaqlığını tanıdı. Bu tenilgan üstümüzge mecburi tenilgan bir ittifaqlıq. Bizge hakaret karakterlik bir söyüş. Biz şunun aslında yaşaşqa mecbur bolğandık. Anından keyin Cangzimin davrları kelgen vaqtida o'tib başlap Cangzimin davri texdim evjagan ikki ayrılanmaymiz deganni bizge tanıdı. Ahirda terrorchilik voqeasi yuz bergandan keyin 2001-yili ahirida ayrılanmaslik, bizni azat qilish, bizni ulug' sotsializmni yeteklab bay-bayashatga kirgizishdak bundaq barliq tushunparlarning hammani yer tutib, bizni terrorchi qilib o'ltirishga tushdi. Bu shunday ahvol aslida agar biz do'st bilan dushman hukmini ayiryanmasak, hali ham ular bilan do'stimiz deb yursak yoki kallimizning bir tarafida ularga azroq nafratlanib qo'yganimiz bilan Uyg'urlarning oldida, ammo kallimizning yana bir tarafida mayli sodimizda bo'lsin, mayli boshqa aloqalarımızda bo'lsin, hatto ko'nglimizdagi cho'nqir qatlamlarda ular nisbatan bir aşıqlık, bir söyüş. Ben bu söyüşne hissiyat jihatdan azroq tushensam mi, ügünüp qilish yoki uyg'urcha amroq bo'lib qilish hodisasi yoki Stockholm sindromi hodisasi deb o'ylasammi, ammo siyosiy jihatda men buni qat'iy qabul qilolmayman. Chunki bu bizningki kallimizda siyosiy jihatda kadin chiqqanlikninki va bizningki siyosiy g'urur, siyasi sezimchanlik, siyasi taraf ayirish, siyasi meydan qatorliq noktalarda bütünley berbat bo'lganligimizning bir ifodasi bo'ldi. Agar biz düşmanimizni ayıryanmay, qanmay, yani düşmanimizni do'stimizdek, hatta o'zimizdanmi o'ta ko'rsak va ulardan panohlik tilasak yoki ulardan nijotlik tilasak, bu bizningki insonligimizning o'lganligining ifodasi bo'ladi. To'g'ri. Buningda ortiq düşmanını bilenmezlikten ötemi gurursuzluk bulmaydı. Özünü öldürüvatkan ve özünü bu dünyadan bütünle yok kılışını o kadar aşikar kıygan ahval aslında bir adamda benim bunu dep oturuşum asli kerek emesti. Çünkü katliam, ırkı kırgınçlık sözüsü, başka düşündürüşünün hemmisi bir yerde beka oluş gerek. Eğer bunda bir katliamını düşündürük düşüp kalsak özümüzün halkımızga men aklımdan uyuluman. Bunu anlıqçılarının aklının bağlılıqıdan men gumanlanıman. Nima üçün? Çünkü bu kadar azap okubat her qanday bir vicdanı uyg'otish kerak. Vicdanga söz ketmaydi o. Vicdanga gap ketmaydi o. Vicdanga nasihat ketmaydi asli. Bularni biz o'qish millat uchun. U uyg'onish kerakdi. Bu yerda menga o'xshash vazxonlik qilishga hech ehtiyoj qolmaslik kerak. Ammo yana 3000 yıllık bir düşmanımıza tonutanma yürüyüşünün özü men için kötürüp kopkusuz bir ahanet ve har iliş bu. 3000 yıllık düşman bu. Xitay'dan 3000 yıllık düşman bu. Ata-boğullarımızdan tatip kelgen gerçi Xitaylar tarixda zade aşı nimeden burulla Tan sulasından kiyinla Tan sulasının özünden emeslik bunlar Türkiye milletinin kutlanıldı ama yok algan tarih sahnesinde asasen Xitaylar. Bu düşmanlık o Xitay'nınki tarih sahnesinden yok alganlık sebepten yoşurulukka yoki peskuyluq tushgan. Lekin bu tamamen yok olup ketganligini bildirmaydi. Ana Çin sulasından insan Xitay bizga hücum qilib bizni ishg'ol qilgandan keyin o'zininki bizga bo'lgan dushmanligini oshkorladi. Hech zaman bizga do'stonlikni ko'rsatib boqmadi. Hech zaman ham ko'rsatmaydi. Chunki Xitoyda shunday bir irqchilik va shovinistik bir alayidlik borki, o'zidan boshqa millatlarning hammasini o'ziga dushman ko'rdi. Men bir misol olay bu yerga. Bundan bir yil ilgari
bana bireylen Salih Hudayar efendim Sunjung San'dan bir gipini evetti. 100 yıl burun degen gibi iken bir kitabıda. Kitapta degeni de depti dünyada en ahırda iki millet kalıdı hem dünyanın takdirini belgileydi depti. Onun birisi Xitay, yani birisi İngilizler, Anglo-Saksonlar. Bu ikisininki ortaklık şu ki her ikisi akıllık hem dünyanın başburalıqda iqtidar ega millet degan gap. Hazır dünyanınki çökülüşüde, hazır dünyanın vaziyetinde sunninki 100 yıl burunki kıyasınınki şu menzilsi kilovatımız hazır. Onun kancık aldın körəlik turib tursun. Bu yerdə Xitay üçün faqat özüge qarıştırdıgan bir millet yoki bir millet qurgan xalqaralıq bir tertip var. Dünyanın hazır bir tertip. Yani İngiliz, Anglo-Saksonlarning bilan qurilgan. Buni Amerikaniki bor, Yevropaniki bor, NATO'ning bor qatorliqlarda. Demak, Xitoy boshqa millatning hammani o'zining qo'lasizliklarini o'ziga yug'uriydi. Yug'uramaganlarni turli diplomatiya boshqa yo'llar orqali tozalab, eng oxirida dunyoga xo'ja bo'ladi. 100 yillik bir cho'sh, Xitoyning 100 yillik cho'shi bu. Sun Jung-sandan boshlangan cho'sh. Sun Jung-san Xitoyning bir narsa diqqat qilamizki, mayli u Sun Jung-san davlat oti Sun Jung-san bo'lsin, yoki kommunist Mao bo'lsin, yoki Kuomintang'ningki Jiang Zemin bo'lsin, yoki boshqa birisi bo'lsin, hammasining o'rtaq bir alohidaligi dunyo xo'ja bo'lish. 100 yillik bir cho'sh, 100 yillik bir siyosiy plan bu. Bu dünya xo'ja bo'lishdanki oldida turgan barliq to'salg'ilar shu sababdan men bu yerda düşman hukmini yani qaytadan takrorlashga majbur bo'laman. Ya'ni bizningki hukumatimizningki so'ziga ko'ra bu yerda faqat birli düşman bor, ya'ni Xitoy tajovuzchilari bor. Bu yerda faqat bir nishon bor, ya'ni mustaqillik. So'zim tugdi bu savolga. Rahmat. Bu savolni biz amaliyotda jiq takrorladik, o'ttirib javobni jiq aylanib tushdi. Ammo Xitoylar bilan qaynashqannimi mustaqillik uchun deb bozorga soldigan bunda ahvollar ko'ringani uchun buni yana deyishga majbur bo'ldik. Bu alayda aniq bir ish, Xitoyning niyati bir. Hamma Xitoyning niyati bizni yeb tugitish. Undaq ekan ular bilan qaynag'il olmaydi. Ular bilan qaynasa mustaqillik olmaydi. Mustaqillikdan boshqa chiqish yo'limiz yo'q. Mehmetullah efendimninki demoqchi bo'lganimiz shu. Hamda Xitoylar bir qo'lida bizga zulm qilsa, bir qo'lida san'at o'mak qurib berib, bizni usulga solgan edi. Boshqalar ko'rsa hayron has qolgandek baxt sadoatimiz teshimizga tepib turardi. Muhojiratdimi naqsh usulimizga bo'lgan merismanligimiz siyosiy taqdirimizga bo'lgan qiziqishimizni hassilab besib tushdi. Sizce bu ochiqlash qiliqimiz millat uchun bo'larmi? Naqshul bu bizdeki kültürümüzdeki en mühim kısmı. O bizdeki güzellikni söylediğimiz, sanatni söylediğimiz ve bizdeki tabiatga bo'lgan turli his duygularımızı beden şekli, evrişim ve melodik beden şekilleri arkalık ifadeleşimizin bir yolu. Ama Xitoy usulni siyasiylashtirib etdi. Bizning usulimiz kültürel belgeden ko'ra bir siyasi belgege aylandi hozir. Xitoy bizningki xotin qizlarimizning hammani dafsanda qilib va erlarimizni, millionlagan erlarimizni lagerlarga solab, bolalarimizni millionga yaqin, kam deganda millionga yaqin bolalarimizni yetim qoldirib, ularning mansini yushdan iborat o'shunda qo'rqinchli bir irqiy qirg'inchilikni olib bo'lgandan keyin dünyani aldash uchun naqsh usulni qaytadan o'ttirg'i chiqadi. Xitoyninki naqsh usulimizga ko'ynab o'ttirg'i chiqarmayotdi. Ularning chiqarayotgani faqat naqsh usul orqali Uyg'urlarni xo'shal-xo'ram yashayotdi. Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchirmayotdi. Uyg'urlar folklor millat, Uyg'urlar hang vaqtda dalti millat qirilayotgan vaqtidami xudini uqmay naqsh o'ynaydi bular. Bundan naqshdan boshqa hech qanday bir aqliy bir
ishga yetmaydi bundan deydigan intayin qo'rqinchli bir yoshirun, bir şovinistik, eg'ir kamsizlik to'lgan, haqorat qilish to'lgan va paketni burmalash xarakterlik bu ishni o'ttirg'i chiqadi. Bu orqali yiqitilgan qallarni, o'ldirilgan jonlarni, vayron qilingan masjidlarni va vayron qilingan barliq moddiy va ma'naviy kultural qadriyatlarimizning hammani ustida olib bu jinoyatini yo'shilmoqchi bo'ldi. Yaxshi usulni shug'ullanayotganlar shu qon iqilgan jinoyat yuz bergan shu zaminning ustida ehtimal o'zininki irodasiga xilof holda usul o'ynashga, naqsh aytishga majburlandi. O'zining o'limini kuylashga majburlandi. O'zini o'ldirayotganlarni kuylashga, ularga kulishga, ularning ko'nglini ichishga majburlandi. Dunyoda buningdan ortiq xo'rlik bo'lmaydi. Agar aql boshda bo'lsa, vijdon yurakda bo'lsa, buni tuymoq kerak. Tuymoq kerak. Hamda o'xshash naqsh usul boshqa tashkilotlar tomonidan xuddi Xitoy qanday qilgan bo'lsa, shu xil shaklda hattoki Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligini sotqa sungan ahvoldan keyin bu takrorlandi. O'xshash naqsh usul. Ya, boshqalar deyishing mumkin, u chatal u Xitoy deyishing mumkin. Ammo bu yerda Uyg'urlarni naqsh usul Xitoy nimani bildi degan vaqtda naqsh usulni chiqarsaqlar Uyg'urlar xushal ko'rinadi dedi. Çeteldeki Uygurlar bolsuçu, Uygur teşkilatları, siyasiyonlar, cümlede Dünya Uygur Kurultayı, Uygurlarını naqshsul oynatish orqali o'xshash Xitoy qilgan uchurni dunyoga yo'lladı. Yani biz baxtli millat, biz qirilmadik. Hatto shuningdan numus qilmadiki, uningdan ilgari shu sotqa Uygurlar qatliyamiga oid isbotlarni berib olib, aqstillar naynanaga tushgandan keyin bu aqlıva bir adamning kallasi sig'maydi ama bu. Nima uchun sig'maydi? Chunki Uyg'urlarni beshiq kelgan bu dardni tushuntirish uchun yig'lash kerak. O'lib hech qasimiz. O'lib olmagandan keyin hech bo'lmasa yig'lash kerak. Yig'lashni qamlashtirish kerak, hech qilolmasa. Ammo yig'lashning o'rniga, dard faryod ko'tarishning o'rniga, o'zimizni ko'ydirilishning o'rniga bütün şehrini beşimizde kiyişinin ornuğa naynanaya düşsek biz özümüzge kaçak sağan bulunuz. Kıygan, davatkan geplerimizde akıstılla 5 minut ötmeyle veyran kıygan bulunuz. Doğru. Bunu ben ötken kıtımı dikinimdek hele ki kallının ki tutmazlıkı. Bir gep batı kalı tutmaydı dedi. Hele ki bu da adli oynasak kalı tutmazsak maziyet. Ama çoğunkarak oynasak bu nayda kabik bir siyasi uyanma bu. Kabik. Bu keçirgil bulmaydı. Bu bazılar için bu roy jetlik, roy kesellik bu. Ben bunu Twitter'da bu roy kesellik, kolluk roy kesellik diyeceğim ben bunu. Yeni şu gibi duruma. Ne için? Çünkü naqshsulning oynargan yeri var. Sen yığlap bulap, hatta derdini eğitiplap akısını kılmaysa, onu anlavatkan hem üzen, bak üzen anlamaptı. Çetellikle yaksın tutudu. Bak yaksın ne? Bak kanda millet bu. Xitay yakşı kıtken bu merto millet ne demem de. Onu kaymak mamdı. Xitay mı oynatsa Uygurlarını usulga, sen mi oynatsan o usul ne? Onda o vakta senin Xitay'da ne farkın var? Yani Uygurlarının tefekkürdeki kabih bir kesellik, özü bilen düşmanı tanıyamazsak, özünü bilen düşmanını arlaştırıp düşmanı kıyganını özüge kılış. Yani özüge düşmanlık kılış. Düşmanı gibi. Bu tefekkürdeki keselmelikini başka bir, bunun ben başka söz tapamayım bununla. Dünyada bunun bir başka bir misalım yok. Hem bunun bir aklap çıkacak bir yolu yok bununki. Tefekkürü bulurken insanda bir ben dedim ki birli prensip buluş gerek bir tefekkürde, birli yol bulaş gerek, birli kurulum bulaş gerek. Bu kurumluğu sağsak, Xitay naqshsuldan paylanış arqılı özünün cinayetini yaptı desek, çetellikli naqshsul arqılı Xitayning cinayetini yapıp berivatıdı.
o'xshash jinoyatni oyadam yepiyotidi naqshlar qilib mayadam yepiyotidi garchi ular yig'lab uningda 5 minut ilgari boshqalarga yalvirib bizni qiryotidi degan bo'lsin bizning da'vatgan gapimiz bizni qiryotidi bizni qutqizib qo'y da'vatimiz bor hozir uni boshqa cho'nga da'vatgan ishlarimiz yo'q biz hammamizniki shuni inkor qilayotgan gap hozir ya'ni u naqshsulni haliqi bir xil asabiylikda xumada kirishib qilishda odatlanib qilishda o'zi tutanmayotgan gap farqiga bormayotgan gap ba'zi o'ynayotganlarmi to'xtabdi buni o'ynasam nim bo'ladi men bu me'morlarning ko'nglini ochmasam nim bo'ladi men hozirgi millat ya men cho'ng motamdagi millat naqshsul o'ynamdi g'arbda motamdagi millat naqshsul o'ynamaydi ehtimol muzika qo'ydi to'g'ri g'arbda xristianlikda muzika qo'ydi qatorliqlar ammo ichilib yelib sakrab chiqib ketmaydi ekan uning ustiga sakrab chiqib ketsa mayli ammo xitoy shuni qilayotgani parallel olib berayotgan bo'lsa nima deb tushuntirsizlar buni aql yetmaydi numus qilaman buningda men numus qilaman buningdan uyg'ur bo'lib qolganligimdan numus qilaman buni ko'rsam boshqa yerda to'yda o'yna yana bu o'zingning ishi bizning kulturimiz bunda ayrlanmaydi men buni inkor qilmayman biz naqshsullik millat o xitoyning bizga qo'yib bergan dalti millatning yana bir şey naqshsullik millatni turib tursin uni turib tursin uni demay bo'ladi ammo inchki vaqtda intayin zil vaqtda tarixiy bir fursatda buni chiqarib berishning o'zi qassallikdan boshqa narsa emas deb qarayman buningga endi agar buni qassallik emas desam kallan tekshirish kerak agar qassallik desa bu sotqinlik bo'ladi her şey o'ylasak buningda bir yaxshi bir natija chiqmaydi so'zim tugadi buni rahmat chet elda uyg'urlarimizning o'ynagan usulini ko'rish bizga yomon pek ig'ir keladigan bo'lib qoldi amaliyotda buni oddiy bir gap yig'in chaqirsak o'zining nazarisida usul o'ynaganga o'xshash ekan bu hamda hukumatimiz yaqinda Tayvanlik Huangmo degan Xitoyning o'tirib qo'ygan Junxo birligi degan siyosiy safsatisiga X'da radiya berdik. Konular atiki quyruq maydan bugungi o'pka yaxshi degan, ammo biz nima vajidan bu sunilgan qo'lni qaytirdik. Xitoyninki bu federatsiyasiningki turli variantlari bor. Ma'go yangi chiqqani, uning chiqqanlari bor. Bu chiqqanlarning hammasida ba'zilariga bir qarasak, bular cho'ng maqsadi kompartiyani almashtirib o'tib, ammo yanla Junxo millatlarininki bir umumiylik federatsiya shaklini barliqqa. Buni yanla Xitoy millati buningda asosli rol o'ynaydi, qolganlar yana beqindi qiladi. Ammo uning ismi federatsiya. Federatsiya biz Amerikaninki sistemasiga o'xshab ketadigan bo'lib, har bir masalan Sharq Turkiston, Tibet, İçki Mongol, Hong Kong ve başkalar bir ayrım bir federasyonu. Hatta ki Xitoyning ichida nurg'unlagan ushaqni masalan Mava kanton ayrım buldu, Hakkaslar nima ayrım buldu. Onun içindeki mesela şimaldaki 3 ülke ayrım buldu. Şanghay'ning ayrım bir nima bulash istiqva bölünüp istiqva qatorliqlar. Mayli uningki qaysi xil shakldagi nima bo'lsin, bu yerda haqiqatan bir nima yo'q. Haqiqatan barabar o'rnatilgan Amerikaninki tizimiga o'xshash bir xil shakldagi nima yo'q. Bundan avvalgi Nobel tinchlik mukofoti ishgan Liu Xiaoboninki milaqqa o'tgan xili ilgari bo'ldi. Bularninki milaqqa bir bayonotnomalar bor. U yerdami Sharq Turkistonninki manfaati, bular Sharq Turkistonning besivlangan zimin ekanligi to'g'risida tunish mujmal, hatto yo'q hisobda. Ya'ni gapni yig'sam, chet eldagi hech qanday bir Xitoy tashkilotlari yoki mush federatsiyani targ'ib qilayotganlar yoki buningda allburun bir layn o'tirib qo'yib qo'yganlarning hech qaysida Sharq Turkistonninki besivlangan zimin ekanligidan iborat oldingi ham har qanday bir bizningki suhbatimizningki birinchi qadam bo'ladigan bu paket siyosiy reallik haqida tunish va uni e'tirof qilish yo'q. Shunga biz bularning hech qaysisiga ishonmaymiz. Bu bir. Ikkinchisi hamda bu yerda cho'ng kultural va madaniyat nimasidan ramkasini ilib qo'ysam, Xitoy uchun boshqalarniki Xitoy hozirgi mana Junxo minzu deymiz bu. Junxo millatlari yoki Junxoning kollektiv kimligi, siyosiy kimligida
başka milletlerinin hemmisini kirgizip ubu kılışkı buldu. Ma'lum cihetten, meyli ular dini cihetten bolsun, çıl noktasından bolsun, yani başka bir noktadan bolsun, meyli Tayvanlık olsun, Hong Kongluk olsun, yani birisi olsun, bular ma'lum şekilde bularını aldıyalaydı o. Ama Uygurlarını aldırılmaydı. Yani Türkiye şart yoksa Türkiye millet. Nime için? Çünkü biz bambaşka bir kültürge ve biz bir tarihga, çılga ve siyasi reallıkı egebiz. Biz hiç zaman, tarihte hiç zaman biz meyli ottur tüzənlikten olsun, ya onundan başkasından olsun, biz içi kirip bakmagan biz. Hem kirmeymiz, hem kiremeymiz. Hem de bir yer yani bir kızık bir team bulup atıdı bir yerde hazır. Türkistan dediğim bir hukum oturup çıkıp atıdı hazır. Bunun için Türkistan umumi kimlikini ornatıdığan bir nim bulup atıdı. Bunun da yeniden Türkler Türkistan'la ortak olduğu elip tüzüldü. Bir yerde Uygurlarının nemisi yok. Mesel ilingan, unda kılınan işlem yok. Demek biz maciyetten, çoğun Xitay'nıki kirmegen bile, Türkistan'nıki kim kirmeye vatımız da hazır. Ortak ele vatımız hazır da. Hem de Türkistan degenliğe ben çoğun bir ümitini kütmeyeme bunun diyeyim. Rasım desem. Çünkü bu da dişimden sebebi o Türkistan degenliğe kirgeninin hemmisi de ki mesela 5 mesela köpüncüsü hazırki kışla devleti kirvatı. BRICS devletleri kirvatı. Bunun için en köp kirgeni Türkiye buluvadı. Hem de tekdimi mezhirlik yeri Türkiye'de hazır Türkiye'ninki asası kanunga çıkılış ahvalları künsürü küçüğüvadı. Mesela Erdoğan üç gün ilgiri şunda dedi ki Türkiye hiç zaman birla etnik bir terkipninki etnik kökenliğininki devleti emas dedi. Onun aldığında değilse Türkiye Türklerinin kançılık olsa Kurtların şunçak olurdu deyip Erdoğan aslasda Türklerle Kurtlar otururski ziddiyetini bağansır ulgaytış nimesi düşüp atıdı. Erdoğan'ın neydi? Ya ki Erdoğan'ın akısda Erdoğan ne ve onun partisini kontrol kılıp atkanlarının asas nişan nime diye vakta Türk kimlikini veyran kılış. Muşundaq ahval asla Türkistan degen bir nimenin oturuğu çıkışıga bence işenmeyme. Çünkü Türkistan degen bir çoğun bir coğrafiyada siyasi, kültürel ve başka cihette liderlik uğrunda çıkalaydığı Türkiye oldu. Ama Türkiye özü adır özünki Türk ve Türkistan kimlikini veyran kılış aldı turvadı hazır. Türkiye'nin aldı intan xatarlik Erdoğan'la bulu diken Türkiye'nin kelgisi yaman çoğun karangılık düşüyordu, gulavatı hazır. Bununla karıştırıvatkanı fakat Zafer Partisi yani Ümit Özdağ buluvadı Türkiye'de. Başkalar ağzıga tanga çişlevagandek cimtırıvatıdı. Kokavatıdı. Hatta bununla yol koyuvatıdı. Türkiye'nin ahvalı bu. Ben Türkiye'nin çık kirip gitmeyi. O bizim işimizden çoğun nimi yok. Hem de demek bu bizimki kelgüsüki siyasi takdirimiz için intan mühim buldu. Xitayla hazır Garip'ninki acizisinin faydalanıp bağansırı çoğun hegemonluk. Yani hemmini dünya tertibine kaydında abi suncuksaniki dedim o. 100 yıllık kişinin orundaş için kültürel ve medeniyet cihetteki tarihi bir birlikini tokup çıkıp hazır bir yerde çoğun bir devletçilik ve çoğun bir ulusçuluk bir kimlikini tekademi küçeytivatıdı. Bununla başkalarının ketivatıdı. Hem de bu federasiya davatkanı, avtonomiya davatkanı hemmisi en ahırsta fakatla botulkan almıştığımda onun içindeki sunu almıştığımda bir işlemdi bu. Biz bununla nime kılmayız, kızıkmayız. Hem bu biz için xatarlik buldu. Bununla herkes katlaşmayız. Bunda oyalla, bunda türlü şekildeki botulkalar çıkıverdi o ama su okşaş. Şunun için bu botulkasın gerekemez, suyunu içmeyimiz. Ama Türkistan degen matrapta menvatkalının köpüncüsü Xitay devleti tarafından kontrol kılınmadı. Onun için bir yerde 4 güç var. Orta Asya etrafında çoğun güçten 4 var. Bu Rusya, Xitay, Hindistan ve İran. Qaysi cihetten bolsun, bularning hemmesinde bulapma üçe Hindistan'da başka üçe intayin küçük derecede bir işbirliği ortak ege. Hazır körüvatımız Ukrayna'ga hazır nimeninki Şimali Kore'nin askerleri berip Rusya bilen birlikte Ukrayna'nın askeri yani NATO'nunki kısımları ve olanınki mutaxassir kılıvatkan uruşninki taktikleri karıştırıvatıdı hazır. Onu körüvatımız hazır da. Demek muşundaq ahval aslında biz aldığımızda nait sagak olduğan intayin ciddi qaraydigan bir iş oldu. Şunun için ben bu nimelige, bu federasiya, bu nimelige hiç qasqam. Onun üstüge bu federasiya yoki avtonomiya hemmisi Xitayninki gayet zor hem intayin cahil hem qat'iy o'zgarmaydigan çoğun milletçilik, çoğun şoğlizmlik ideyasi ve ideologiyasi üstü kurulgan. Bunu fakat yoşurdu. Fakatla
bizni qaytadan o'ziga ilish va jumladan biz ega bo'layotgan zaminni o'ziga qetib olib, o'zininki yangi bir siyosiy bir ulusal kimlikini ve kurulmuş otur çıkırışını faydalandı bizden. Ama ulanın adak g'arzi yanlı Xitoyninki 100 yıllık düşünü amalga oshirish. Mening so'zim tugadi. Rahmat, bek yaxshi tushuntirib berdingiz. Agar shu biz chiqargan xabarninki ostiga qarsanglar, buningda ovozli bir nusxasi bor. Ashuningda nurg'un gaplar deyilgan, shuni tafsili anglab chiqishinglarni umid qilamiz. Nurg'un unda o'rganish tegishli narsalar bor. Haqiqatan bu mustaqillikdan boshqa bizga sunilgan har qanday bir loyihaninki, har qanday bir birlikninki hech ahamiyati yo'q. Bu bir o'yan. Endi butun dunyoning nervisini tarixdek chingitib etgan Amerika saylamining natijasi chiqishga necha kun qoldi. Burun siz bu Amerika tarixidagi eng halqiliq saylam degan edingiz. Elim bu qarshingizda ching turamsiz? İki tarafning qaysi birining utishining mohiyatlik farqi bormi? O karşımda çın turuş emas, texidin çınıp ketyaptım. Endi bu tıqar bununla yaman çoğunqur kirip ketmey, çünkü kirip ketmeslikinin sebebi bizimki aldığımızda Amerika'da bir qatar faaliyetlerimiz var. O faaliyetlerimizden nurgulgan görüşmeler var. Onun için ben faqatla şu sunun yüzdeki görünmegen olduğun bir neçe noktalarını dep koyayım. Kısqala. Ataboğullarımız degan burun taq aylansa hazır bosoq aylanıdı deb, hazır bosoq aylanıdı. Bu bosoqa şiddetli tarzda Amerika'da aylanıdı. Bu saylam Amerika tarixidagi emas, balki dunyo tarixidagi ehtimol eng muhim, yana so'zim takrorlayman, eng oxirgi ahamiyatli bir saylam bo'lib qolishi mumkin. Bunda deyishimning sababi Amerikada hozir ikki partiya o'rtasidagi intan keskin elib berilayotgan saylam eng oxirida dunyoninki demokratik qurilish orqali hozirgacha desteklanib kelayotgan dunyoning tartibiga cho'nqur va ehtimol aqsa qaytug'usiz yoki boshqa bir xil shaklda o'ngishg'usiz ta'sirlarni ko'rsatishi mumkin. Bunda deyishimning sababi hozir Amerikada saylamda turlik endi saylam bo'ldigan ishlarda nurg'unlagan datalashlar qarshi tarafni demokratiyaninki tahdidi dushmani bushda chiqadi ekan, Amerika tugaydi deb bir-birisiga qo'rqoq silib bütün matbuatni egallayotgan ishlar bor. Ammo matbuatni asosli egallayotganlar demokratlar. 83% asosli ingliz bir gap bor, mainstream media deydigan. Asosli medialarni demokratlar kontrol qiladilar. Asosli medialarning ko'p qismi jumhuriyatchilarga nisbatan nəhayət salbiy tillarni ishlatyapti hozir. Hem hozir saylam bo'layotgan vaqtda nurg'unlagan saxtalıqlar haqida ishlar bo'layotdi. Ma'lumotlar bo'layotdi. Ilgari bu saxtalıqlar va bu saylamninki qanchalik darajada adil o'tkazilganligi asosli medialar tarafidan xabar qilinadi. Hozir saylam qatnashayotgan har qanday bir amerikalik o'zi uchrayotgan saxtalıqlarni shu zaman Twitterga chiqarib, u dunyoga ko'rsatadigan afzallik ega bo'ldi. Manda chilpetqa vaqtida asosli medialarninki kishilarninki xabar elishdagi monopolligi bu qatam texidimi uzil kesil buzilishga boshladi. Buni allburun Trump buni buzilishda g'oyat zo'r rol ko'rsatgan. Ya'ni Twitterda o'zininki siyosiy qarashlarini, hattoki siyosatlarini tashviq qilish va bildirish boshlagan Trump. Shuningdek boshqa siyosatlar ergashgan. Bu orqali asosli medialar emas, balki Twitter xalqninki ishonchli uchurlar erishishga manbasi bo'lib qolgandi. Endi hozirgi bu ahvolda bu saylamdagi eng chong xatarlarning birisi bu saxtalıqlar chiqdi. Hamda qaysi chiqsa o'ttirga bu tugimas datalashni barliq keltirdi. Bu saylam kishilarninki buningdagi so'zliklarda va kallasida tugimaydi. Bu oxirlashmas bir saylam bo'lib ketadi. Nima uchun? Bu bir-birini ayıplash, saxtalıqda ayıplash tugimaydi. Hamda bu nimani keltirib chiqirdi? Amerikaninki hozirgi bag'ansirib qutblashishni texidami qutblashtirdi. Andan texidami qo'rqinchligi kishilarninki hukumatga, saylamga va hukumatda saylab chiqilgan rahbarlarga bo'lgan ishonchi jiddiy tugallaydi. Hali hamma g'arbda umumiylik ahvolda xalqninki davlatga, davlatninki
institutlarga yoki muassasalarga va davlatlar rahbarlariga bo'lgan umumyuzlik ishonch jiddiy tubanlayotdi. Bu mening gapim emas. Buning nisbatan nurg'unlagan statistikalik va rayishnash elib berilgan natijalar bor. Endi bu qitimliq saylamdan, Amerikadagi saylamdan natijasi kishilarningki bu hukumatningki, Amerika hukumati bo'lgan ishonchini g'oyat zo'r darajada tubanlaydi. Bu eng oxirida ehtimal g'oyat zo'r darajadagi ijtimoiy muqimsizlikni barliqqa keltirib qilish bir nimasiga ega, xohishiga ega. Uning ustiga biz hozir bu Trump bilan Kamala Harris ikkisiniki cho'ng siyosatlarga qarasak, asosan cho'ng yangiliklar yo'q. Jumladan o'zimizning masalasiga kelsak, xabarimiz bor. Bizningki kelgan vaqtida biz irqiy qirg'inchiligimiz Trump tutayotganda boshlangan. Trump 2016dan 2019 tutdi. Shu vaqtda yuz berdi. Bu Bidenning davri kelgan vaqtida asosan yig'ishtirilish bosqichini boshdan o'tadi. Demak, 8 yil jarayonida mayli demokratlar bo'lsin, yo jumhuriyatchilar bo'lsin, mayli demokratlar bo'lsin, bizningki irqiy qirg'inchiligimiz qarta garchi bo'lapmi Trumpning davrida ba'zi bir qonun loyihalari o'tirib qo'yilib tasdiqlangan bo'lsa-mu, ammo Bidenning davrida bu nacharlashish davrini boshdan kechirdi. Hozir endi bizningki oldimizdagi 5 yilimiz Amerika uchun qanchalik muhim, dunyo uchun qanchalik muhim bo'lsa, bizning nuqtamizdan intayin tor doirada va o'zimizning manfaatini chiqish degan vaqtimizda bu texnidan muhim bo'ladi. Hayot mamotimizga munosabatli. Bizningki chet elda qanchalik putirab tura olishimiz va vatandagi irqiy qirg'inchilikni qanchalik darajada to'sa olishimiz uchun intayin ochqich rol o'ynaydi. Hamda bu yerda qaysi bir rahbar chiqsin, Trump chiqsin yoki Kamala Harris chiqsin, hozirgi g'arbningki umumyuzlik cho'kishini yoki xuddi nima Yuriy Bezmenov 1980-yilları g'arbningki vayron bo'lish to'g'risida oldin ko'rar qarashlarininki to'g'ri ketayotganligini ochiq amaliyotlar bilan isbotlayotdi. Bu jihatda ilib o'tgan vaqtida g'arb bilan qishloq davlat o'rtasidagi kurash texnidan keskinlashadi. Agar g'arb bu qitim kuchli bir liderlikning ostiga kelmasa, bular oldimiz 3 yil ichida ma'vo qishloq davlatininki dunyo tartibini qaytadan o'zgartirish. Bular buni işte Xitoyning dunyo tartibida eng ustun o'rin olish ehtimolligi nihoyatda yaqin bo'lib qoladi. Amerika buningda ochqich rol o'ynaydi. Hamda yana bir yeri hozir Twitter'dagi uchurlarninki g'oyat zo'r darajada erkin bo'lish sabablik nurg'un odamlar nurg'un narsani bilib ketdi. Bu narsa nima degan vaqtda 100 yillik Amerikaning jumladan g'arbning tarixi. 100 yilda g'arbda 2 qitimliq urush bo'ldi. Ya 3 qitimliq urushda, Birinchi dunyo urushi, Ikkinchi dunyo urushi, sovuq munosabatlar urushi. Bu 3 qitimliq urushningki aqida tarix kitoblarida yozilmagan, dars kitoblarida so'zlanmagan, ilmiy maqolalar tilga ilinmagan nurg'un masalalar qaytadan o'tirib chiqyapti. Bu masalaning ichida eng chong chiqayotganlarning birisi, ya'ni Germaniyadagi ulusal sotsializmninki xarakteri, Hitlerninki obrazi qatorliqlar qaytadan bog'lanib, g'arbninki ilm sohasidan tortib toki odatlik sohagacha yer davrash xarakterlik o'zgarishlar bo'lyapti. Bu Amerikaninki kelgusiga nihoyat cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni hozir ko'chmanlar bilan Amerikadagi yerliklar bo'lsin, Yevropadagi ko'chmanlar bilan yerliklar o'tirishga ziddiyatmi kun sari keskinlashyapti. Ko'chmanlarninki soni ishib, yerliklar o'zining mavjudligidan xavf his qilyapti. Kelgusida ko'chmanlar jumladan Yevropadagi musulmon ko'chmanlar o'tirishga to'qinish texnikasi keskinlashadi. Ya'ni bir xayrli bir ish yo'q bu yerda. Shundoq endi millatchilik ulg'uydi, faşizm o'tirib chiqishi mumkin kelgusida. Dunyoning narda qapqasida ham faşistlik biz ikki dunyo urushi ko'rgan shu faşistlik ideyaga ega liderlar jiddiy qo'llashga erishishi mumkin. Bundaq ahvol ostida
Dünyanın kelgüsünü oylagan vaqtimizda nihoyatda bir xatarlik bir ahvollar bo'lish ehtimolligi bor deb qarayman. Endi gapimni yig'sam, bu xatarning ichida yana ba'zi umidlar yo'q emas. Umidlar yo'q emas deyishimning sababi, agar Trump chiqib qolsa, bizga garchi cho'ng bir nimasi bo'lmasa-mu, ehtimol Trump Amerikaning hozirgi 35 trillionlik ichki federal hukumatning qarzi, hozirgi ko'chmanlarning krizisi, iqtisoddagi ko'pik ahvol, pul muomaladagi vayronchilik qatorliqlarni o'ngushishi mumkin. Bu g'arbningki o'zini qayta o'ngushiga nisbatan cho'ng bir fursat yaratib berdi. Kamala Harris'ten ben çoğu nersini kütmeyeyim demokratlardan. İhtimal ulanma planları vardı. Ama böyle kim çıksın, bularda Amerika'nın hazır krizistik halatını özgertediğin bir ahval bulmasa, G'arbning krizistik ahvalı özgermeydi. G'arbning özgermese, dünyanınki ahvalı eğirleşidir. Bu en ahiriste Qishlar devleti cümleden Xitay için çoğun bir amet deb keladi. Ama Qishlar devleti işlemi ziddiyetler yok emas. Bulatma Rusiyadan Xitay o'tir ziddiyet hamon bir kuni cho'nqilishib, bu yerda bir to'qinish kelib chiqish ehtimolligi bor. Chunki Ruslar Xitoylarninki oldiga chiqib qilishdan hozir faqatla NATOdan iborat cho'ng bir o'rtaq dushmanning oldida buni isbotlashayotganda qilgan bilan ikki nuqtada ilib o'tgan vaqtda Rusiyami Xitoyning bu xil hegemonligidan yoki muttahamligidan bakmi xush emas. Ama bu qanday bo'ldi? Bu ya'ni kelgusi bog'liq. Gapimni yig'sam, men sözümüzde anlıqçılarınki bekmu veyimi küçük ketmeslikini ümit kılımen. Ama dünya siyasini intayin realistik ahvalda hissiyat verilmey, ham xiyalını azrak kılıp, özü yaşavatkan devlette, bulatma g'arbda naat soğuqqanlıqlan vaziyetini küzütüşünü ben şunu tavsiye kılımen. Hem de özümüzden müstakillik hareketi kelsek, bizdeki hareketimiz yanıla dünyanın özgürlüğü cümleden G'arbning qandaq özgürlüğü buluşu bilen intayin münasebet oldu. Hem de G'arb bu aldırap Xitoyninki baş götürüp özüge hükümranlık kılışını xalap ketmeydi. Avrupa Birliği'ninki yakında Xitoy qaratgan qattiq talaffuzları ve Amerika'ninki bir kısım siyasiylerinki Xitoy qaratgan qattiq talaffuzları ile hem mevcut hem ile hem intayin muhim. Bu noktada elip etken vaqtidimi bu hem bu dünyanınki iki kutuplaşışı ve o'rtasida kurashning davomlashishi, yani ben ilgari deganda bizningki mustaqilligimiz uchun yangi bir o'tni chiqarib yoki bir chaqmoqni yoqib berishi mumkin biz uchun. Bu shunday ahvol asarida jim turgandan, dunyoning jim turgandan hozirgidek intayin davolg'ishliq, kelgisi aniqsiz va qo'rqinchli bir ahvolninki, to'qinishchan ahvolning bo'lishi biz uchun foydali bo'ldi. Biz jimjilik o'lib ketamiz, ammo to'qinish to'lgan dunyoda ehtimol biz uchun bir fursat, bir hayoti kuchga to'lgan bir fursat bo'lishi mumkin. Buning uchun hammalarni diqqat qilishni so'rayman. So'zim tugadi. Rahmat, pek yaxshi tahlil qilib berdingiz. Dunyo vaziyatini cho'qim bilib turish kerak. Uningga xato hukm chiqarib qo'ysak, bizning taqdirimizga bog'liq bo'lgan ekan, biz cho'ng ziyon tortamiz. Siz Cumhuriyet bo'lish sifatingiz bilan bu qitimliq Cumhuriyet kunimizda Washingtonda qanday bir manzarani ko'rganingiz bor? Ya'ni muhojiratda xalqimizga va xalqaroga nimani namoyon qilganingiz bor? Aldı bilen namoyon qilish uchun aşağıya bara olishimiz kerak. U yerga bara olishimiz uchun Amerika sog' salomat bo'lishi kerak. Ya'ni to'qinish, ichki to'qinish, chunki Amerikaliklarningki qurol tutish huquqi bor. Har xil shakldagi qalayimqonchiliklar yuz berishi mumkin. Tinch bir muhitni kutaman. Bu Amerika tinch bo'lishi, dunyo tinch bo'lishining uchunmi intayin muhim bir ahamiyatga ega. İkincisi, biz 20 yıllık bir hükümet hayatımızda kolga keltirgen huquqlarımızı hem özümüzge hem özümüzün halkıga şundakla bizni yakından kollab kelyapkan Amerika'daki siyasilerine ve Amerikalık dostlarımızga bildirip ve muşlar arkalık ular bilen bolgan düşünüşümüzü texidinmi cho'nqirlashtirish niyatimiz var. Bir hükümet bulaş süpütümüz bilen biz Şarkı Türkistan'da azap çekiyotgan, erkinlikке teşna olayotgan, zar qilayotgan, milyonlagan Uyg'urlarninki, Qozoqlarninki, Qirg'izlarninki ve başka Türkiye xalqlarninki arzusunu biz üstümüzge elip bu arzusunu amalga oshirish uchun harakat qilayotgan, kurash qilayotgan bir hükümet biz. Bu jihatdan elib o'tgan vaqtida biz
ularning aşı bizga topshirgan omonatini, ya'ni o'tgan qatam degandek, Sabit Damullamdan qolgan ikki qatimliq Cumhuriyetimizdagi tarixiy shajarasi bilan bizga kelayotgan bu muqaddas bir burishninki o'lmaganligini ham o'lmaydiganligini hamma odamga, jumladan bizdan ko'rishadigan va bizga qiziqayotgan hamma odamga bildirish va ular bilan suhbatlashish, ularninki hukumatimizni jumladan bizning mustaqilligimizni qo'llashni qo'lga keltirishdan iborat bir xiyolim bor. Arzuyimiz bu hukumatdagi hammamizningki o'rtaq arzusi. Ammo bizningki bu qatimliq yig'inimiz intayin zil mandashibet qolsa ta'til bir vaqt ochilgan bo'ladi. Ya'ni bu bizning Cumhuriyet kunimiz bo'lganlik uchun Amerikaning saylimining natijasidan bir o'xshash vaqtga duch kelib qoldi endi hozir. Vaqt biz uchun bekmo foydali bir o'rinda emas. Gerçi o'rin jihatdan uning ustiga mayli demokratlar davomlashtirsin hukumatni yoki Cumhuriyetchilar chiqsin. Cumhuriyetchilar chiqib qolsa, texe ular xo'shalliqda bo'ladi. Gerçi uning qarshi ichki aslida qarshi qalam-qachiqlar bo'lsa-mu, ular bizga hech qanday va'da berolmaydi. Demokratlarmı va'da berolmasligi mumkin. Bu jihat ilpatqa vaqtida bularni va'da berolmasligi bizning cho'qim u yerda mag'lub bo'lganligimizni bildirmaydi faoliyatlarimizdanki, faqat ba'zi ishlar sal kelgusiga tashlab qo'yilishi mumkin. Ama shunday bo'lsa-mu, hukumatimizningki tubki bir planlarining birisi qaysi partiya huquq chiqadi ekan, biz u partiya bilan jiddiy vaqtning o'zida bir dialogni qurishga tirishimiz. Bundaq bo'lishining sababi bizning ishimiz intayin jiddiy. Bir kun kessa vatanda nurg'unlagan odamlarning beshi ketadi. Xitoyning yovuzligi turg'izilmaydi ekan, bu biz uchun har kuni bir ig'ir yo'qotish, har kuni bir motam bo'ldi. Buning uchun biz amalning boricha Amerika saylimini kiyla o'zimizningki harakatlarni bu yil qilmasakmi, kelar yili shu yangidan chiqqan prezident qasam berib chiqib o'ziningki kabinetini tashkillab o'ziningki planlarni o'tirib qo'ygan vaqtida biz shu planlarga qarab turib o'zimizningki hozir tayyor planlarimizni bizningki plan A'simiz bor, plan B'simiz bor, plan C'simiz bor. Amerikaningki saylimi qartamo bizningki o'xshamagan tayyorliklarimiz bor. Qaysi xil partiya chiqsa, uningga loyiq tanlamizda bir tayyorlik bor. Biz o'di qilib qolmaymiz. Ammo nurg'un ishlar aniqsiz holatda turibdi. Hech kim bilmaydi kimdan chiqadiganligini, qanday chiqadiganligini, ham Amerikaning qanday bo'lganligini va qaysi yo'lga borganligini hozir hech kim bilmaydi. Gerçi biz buni qiyos qila olsakmi, qiyos reallik. Sözüm tegdi. Endi oxiri bir qatam ketib qo'ydig'im, o'tgan qatam ta'kidlaganimdek, yanala hukumatimiz bilan xalqimizning o'tirisidagi o'zaro tushunish va aloqani ham biz kuchaytirish niyatida ham planlarimizdan birisi. Shu bu jihatda hukumatimizni qo'llaydigan, oshkor bo'lsin, yoshirin bo'lsin, yenimizga kelishini va biz bilan aşı bir safda bo'lib, o'zimizningki davlat she'ri o'qilgan ash so'rinda bilib, vatanimizga bo'lgan sevgimizni ifodalab, uningdan iftixorlanish hissiyotimizni izhor qilib, bir-birimizga bo'lgan qarindoshlik hissiyotimizni tushishda hammalarni shu bizningki 2 kunlik faoliyatlarimizga taklif qilaman. Bizningki darvozamiz har vaqt vatan suyar, har qanday bir Sharq Turkistonlikqa ochiq. Hem bizdeki hizmetlerimiz yamancık, planlarımız yamancık. Bunun için biz nait köp adamlarga, nait köp cümleden yaşlara ve talantlarga muhtaç. Bu vatanimizni qurishdan iborat bir ulug'vor xizmatda kambasi bo'lmaydigan bir bosqichlar bu. Shuning uchun bu shunda ixtisosli xodimlar uchun bu bizningki ishimiz har vaqt ochiq. Har vaqt qo'limiz ko'ksimizda marhaba deymiz. Rahmat. Rahmat. Devletimizden mustaqilligini esli keltirish için her ishga tirishchilik ko'rsatamiz. Bu qatim bek inchga bir vaqtga ayt sezgir vaqt to'g'ri kelib qolganlik uchun bizning o'ylaganlarimizdek siyosiy faoliyatlarni qilolmasligimiz mumkin, chunki hukumat prezident yangidan chiqqani uchun. Ammo bizning bunga tayyorligimiz bor dedingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Barliq Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llaydigan vatandoshlarimizni bizningki bu faoliyatimizga taklif qilamiz. Kelishinglarni umid qilamiz.
Endi Məmtun Əfəndimning tuvandagi ikki yo'llanmasi bilan ushbu suhbatni oxirlashtiray deb o'ylayman. Bir odamni tushunmak uchun so'ziga emas, harakatiga qara deyiladi. Ammo harakatnimi bilgili bo'lmasa, nimani qilganligiga emas, balki nimani qilmaganligiga qara. Agar buningdimi bilgili bo'lmasa, qila olmaydiganlarning ichida qaysilarini qilayotgan va yana qaysilarini qilmayotganiga qara. Yig'ib aytganda, qilmaganlari, qila olmaydiganlari va qilmayotganlarga qarash bu odamni bizga texmo to'liq va to'g'ri so'zlab berdi. Hayot ilishishdir. Hayotda nimaga ilishadiganligini bilish, qanday ilishadiganligini bilishga o'xshashla muhim. Nimaga ilishishni bilmaganlar ya yerim yo'lda qoladi, ya osonla voz kechadi, ya o'ziga qarshi ish qiladi, ya kichikgina manfaatiga setilib ketadi. Qanday ilishishni bilmaganlar osonla mag'lub bo'ldi. Hayotda ilishadiganlarni obdan tanlaganlaring uchun jon jahling bilan, ammo farosatli ilish. To'liq hikmatli yozma yozibsiz, Məmtun Əfəndim. Ko'p rahmat. Bizni shunday tafakkurga yetaklab ketyapsiz. Yuqorqi yozmalar insonlarimizning qalbida kichikina uyg'onish, aqlda kichikina g'idiqlash paydo qila olsa, ajib emas deb o'ylaymiz. Sizning bugun bizga ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Vaqt munosib